Bovoy va dengiz. Ernest Hemingway. Bovoy qiyiq bilan Golfstrimda o'zi yolg'iz beliq tutadi. Birmi beliq tutib boqmaganiga 84 kun bo'pti. Oldingi 40 kunda bir o'g'il bola dengizga uning bilan birga chiqishib berib Bu 40 kun ichida birmi beliq tutamaganligi uchun bolaning ota-onasi uningga "Bovoy hozir omadi qochgandek bo'p qopti. Buningdan keyin dengizga boshqalarning qiyiqi bilan chiqqin" dedi. Bola shunda qilib edi, rost degandek, birinchi haftasida 3 tal beliq tutib keldi. Bovoy bo'lsa har kuni qiyiqni haydab, quruq qaytib keladi. Bolaning Bovoyga ichi og'riydi, lekin amalsiz edi. Bovoy qaytib kelganda soyilga kelib, Bovoyning qarmoq, nayza, mashtalarni yig'ishtirishib, yelkanni tushirishib beradi. Yelkan har xil lotalar bilan ko'p yosilib ketgan bo'g'ashqa bir qarashdala xuddi jangda mag'lub bo'lgan qo'shinning titilib ketgan bayrog'iga o'xshab qolgan edi. Bovoy o'riqlab qo'raydek bo'lib qolgan. Bo'yni bilan yuzi qo'riqning to'liligi tufaylidan purilishib ketgan edi. Ko'z xaltasining ostida rakning shakliga o'xshabroq ketadigan seriq dog'lar bor edi. Issiq balvog'ning optipiga ko'p qoqlanib yuradigan odamlarning terisida hech qancha ziyin yo'q, ashundoq teri raklari paydo bo'lib qoladi. U seriq dog' ko'z xaltasidan tortib ikki mangzigacha so'zilib tushgan. Qo'llari eg'irligi o'zining ko'tirish kuchidan eshib ketgan cho'ng-cho'ng beliqlarni org'amchi bilan to'li tortib qadoqlashib ketgan. Soq yeri yo'q edi. U qadoq u yaralarning ichida yengisi yo'q. Saplı koni qadoq, koni yarlar edi. Bovoyning hamma yerdan qiyirliq to'kilib turadi. Dengiz suyuning rangiga o'xshaydigan ko'k ko'zlarla undaq emas. Go'yo mangu qiyirmay yosh beti turdigandek nurlanib turadi ham shunchalik umidvor edi. Santiago tog'a, dedi bola uningga. Bu chog'da ular qiyiqni soyilga tortib chiqarib men siz bilan dengizga birga chiqadigan bo'ldim. Ularning qiyiqida ozroq pul topdim. Uningga beliqni qandoq tutishni Bovoy o'rgatgan edi. Shuning uchun emas, bola uni aslida yaxshi ko'radi. Yo'q, undaq qilma. Sen yanala omad kelgan qiyiqlar bilan birga yurganing yaxshi. Yanala shular bilan birga bo'l. Ha? Esingizdami? O'tgan qitim 87 kungacha birma beliq tutolmay, shuningdan keyingi 3 hafta ichida uda 3 kun cho'ng beliqlarni tutmagan edik. O ish esimda. Men sening mendan ayrilib ketganingning menga bo'lgan ishonchingning susab ketgandan emasligini bilaman. Meni sizdan dadam ayirib o'tgan. Men uning bolasi. Shu gapini anlamasam bo'lmaydi-da. Ha, o'g'lim. Buni men bilaman. Albatta shundoq bo'lish kerak-da. U sizga toza ishonch qilolmagan. Shundoqmi? Lekin biz undaq odamlardan emas. Ishonchimiz to'liq. To'g'rimi? Ha? To'g'ri. Hozir pivxonaga borayli. Men sizni pivi bilan mehmon qilay. Ondan ikkimiz qiyiqdagi narsalarni ko'tarib uyga qaytib ketamiz. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Bo'lmaydigan nimasi bor ekan? Beliqchilarning ko'ngli mushundoq bo'ladigan gap. Yuramiz. Ular pivxonaga keldi. O yerda boshqa beliqchilarmi bor edi. Ularning kamsitganda qilgan gaplarga Bovoy pisand qilmadi. Yoshki cho'ngroq beliqchilar ish og'irtgandek uningga qarshib qo'yadi. Lekin ichida o'ylaganlarini hargiz sirtida bilindirmaydi. Noita adab bilan Golfstrim haqida paranglashib o'ltiradi. Paranglarda qarmoqlarini cho'nqur yerlarga tashlaganligi. Hozirgacha o'zgarmay bir xilda kelayotgan havo kelimati. Dengizga har qitim chiqqanda yangi ishlarga uchraydiganligi to'g'risidagi gaplar ko'proq edi. Bugun omad kelgan o beliqchilar uylariga qaytib ketishdi. Endi ular tutgan beliqlarining qornini yerib tozalab bo'lgandan keyin qalin ikki taxtayning ustiga qator dizatdi. Ondan ikki uchidan 4 odam ko'tirib irg'onlab minishqanlaricha beliq omborlarga akirib qo'yatdi. To'nglatqusi bor avtomobillar kelganda
avtomobillarga qochilab Havananing bozorlariga sotqili ip mang'atdi. Lahang o'lab kelgan beliqchilar uni Kurpazning udulidagi pishiqlab ishlash zavodlariga olib beradi. U yerda ular lahangni serilma ilgaklarga esib, qornini yerib, ish bag'rini sug'urib oladi. Ondan terisini shilib olib, go'shtini parchalab, surlashga tayyorlaydi. Shamol kun chiqish tarafdan chiqqanda lahangning purg'i bozorning ichini bir oladi. Bugun shamol shimol tarafga surilib ketgan, ham uzoq o'tmay to'xtab qolgan bo'g'ashqa, u puraq yo'q. Pivoxonaning ichi jimjit bo'lib qolgan edi. Kunning nurimi to'liq tushib turadi. Santiago tog'a. Xo'sh, qani gap qil. Dedi buvay uningga javoban. U qo'lida istakan tutgan holda bir necha yilning oldida bo'lgan ishlarni o'ylab o'ltiradi. Men sizga adi ishiltadigan sardin beliqidan akilib beray bo'lamdi. Hay, bo'ldi qo'y. Sen berib kaltak to'pon o'yna. Men hozircha qiyiqni o'zim haydayalayman. Mendan ansirmagan, ha? Mening yonimda Radjilu bog'u. U to'r tashlab beradi. Mening siz bilan birga bog'im bor. Siz bilan tong beliq tutolmasammi, boshqa ishlaringizga yordamlashalayman. Sen meni pivi bilan mehmon qilding-ku. Bo'ldi. Mana shu kifoya. Ha? Bu sening cho'ng bo'g'iningni bildirdi. Siz meni birinchi qitim dengizga chiqqanda men necha yoshda edim? 5 yoshda. Shu kuni biz shunchalik cho'ng ham shunchalik kuchli bir beliq tutgan. Mening qiyiqimni par-par qilib atgili oz qolgan edi. Sen mu tas qalatdan jinimdan ayrilib qolgili. Shu ish yodingdimi? Albatta yodimda. Beliqning quyruqining qattiq palaxchiganlarimi esimda texi. Qiyiqning biz o'ltirgan o'ttirsizki taxtini sundirib etdi. Siz kaltak bilan o beliqni toza urdingiz. Meni qiyiqning beshidagi yugaklik org'amchining ustiga o'ltirg'izib qo'ygan. Qiyiq lo'panshib, ko'mtirilib ketadigandek bo'lib ketgan. Men sizning kaltak bilan o beliqni to'xtamay urayotganingizni anglab o'ltirdim. Usti ishimga qon cho'chirab, ko'gisiz bo'lib ketdi. Ig'iz burnimni qon yolasam tatlıqla. Ras esingdimi yoki keyin men so'zlab berganda esingni tutib oldingmi? O mening dengizga birinchi qitim chiqishim bo'lg'achqa, o kundagi ishlarning hammasi hozirgacha esimda aniq turadi. Hey. Bu ay oftobda cho'risi qorlab ketgan ishonch va mehribonlik bilan sug'urilgan ko'zlarida uningga xeligacha qarab turib ketdi. Balam, agar sen mening o'g'lim bo'lgan bo'lsang, cho'qim dengizga seni o'zim billa ochiqib, ashunda xatarlik ishlar bilan chiniqtirgan bo'lardim. Lekin sen dadang bilan opangning bolasida. Uning ustiga sen dengizga billa chiqayotgan u qiyiqdikilarga omad kelyotdi. Men berib sardin beliqidan tepkasam bo'lamdi. Yem chiqiladigan 4 dona sardin beliqini nerdan tepishni bilaman. Hay, bo'ldi. Bugun dengizga ochiqqanlarimdan yana bir nechasi bor. Qutining ichiga tuzlab sep qo'ydim. Sizga yengisidan 4 ni akilib beraychi. Birsi bo'lsa yetadi. Uning umidi va ishonchi texi o'lmagan. Teximi jonlanib, xuddi kishini salqin shamol rohatlantirgandek rohatlantirib turibdi. Ikkini akilay. Ha, bo'pti. Ikkini aka. Hey. Bir yerdan o'g'irlab kelmaydigansan, ha? Meningga shundoq o'g'irlig'im botdi, lekin ko'nglim ko'tarmadi. Setib olaman. Undaq bo'lsa mayli. Rahmat sana. U tug'ilishidan sodda odam edi. Itoatchanlik qachondan beri mijoziga singib qolganligini bilmaydi. Ammo o'zining shundoq bo'lib qolganligini va bu itoatdan o'z nomusini, qadr-qimmatini yo'qotmaganligini biladi. Agar Galfestrim o'zgarmaydiganli bo'lsa, ati cho'qim yaxshi kun bo'ladi. Siz beliqni qayerdan tutmoqchi bo'lyapsiz? Qara. Qirg'oqdan yiroqroq joyda, ana o yerda, ko'rdingmi? Shamolning yo'nalishi o'zgarganda qaytib kelaman. Dengizga tong yo'rganda chiqmoqchi. Amsi men sherikimgimi yiroqroq yerga borayli desam bo'g'idek. Qamoqingizga ziyoda yo'g'on beliqdan biri ilinib qolgudek bo'lsa, biz sizga yordamlashimiz. Bo'ladi. Lekin men bu yiroqlab ketmayman.
To'g'ri deysiz, bək yiroqlab ketmang. Sherikimning ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Men yiroqdagi choykalarni ko'rsamla, sizni choyka ko'ringan shu yerdan topa olaymiz. Onun ko'zi shu qadar nacharmi? Qarg'u bulayli deb qilyotidi u. Qiziq ish. U azaldan toshbaqa tutib boqmagan edi. Toshbaqa tutadigan odamlar asali shundoq bo'lib qoladi-ku. Siz Moskvit qirg'og'ida nurg'un yil toshbaqa tutgan. Sizning ko'zingiz undaq emas-ku. Men uningga o'xshamaydiganroq bir odam. Agar odatdan tashqari cho'ng biliqdan birini tutib olsangiz, uningga hozir kuchingiz yetamdi. Kuchim yetadi deb o'ylayman. Muhimichi, mening pamim bor. Narsa keraklarni ip uyga qaytib ketayli. Ondan men kichik to'rni ilib, sardin beliqi tutib kelishga boraman. Ma'qul. Ular qiyiqdan narsalarni ap tushib, buvay mashtini, bola kichik sandiqni mo'rlariga ilib minishdi. Sandiqning ichida pishiq eshilgan jigarrang uzun qarmoq tanisi bor edi. Ulardan boshqa yana ilgak bilan sepi uzun ushluq nayzinimi ilib olgan edi. Yemchuk soladigan quti bilan qirg'oqqa so'rab chiqqan yo'g'on beliqlarni urib jonsizlantirilgan kaltak qiyiqning sandig'ida qoldi. Uning bu narsalarni o'g'irlab ketirgan odam yo'qdi. Lekin yelkan eg'ir bo'lsa-mu, uni org'amchi bilan mahkam tengib uyiga aketmasa bo'lmaydi. Boshqalarning o'g'irlab ketishidan andishi qilmagan bilanmi qiyiqqa tashlab qo'ysa, dengiz toshqanda qiyiqning ichiga suv kirib ketib, suvga chilishib kelishi mumkin edi. İlgak bilan nayzini qiyiqqa tashlab qo'ysa, ularni birsi kelib aketmaydi, degilimi bo'lmaydi. O ishkisi o narsalarni ko'tirib, buvayning to'pilik ustidagi kapsiga qarab maqdi. Buvay ishiki doimli ochiq turadigan kapsiga kiribla mo'rsidagi mashinani o'rab ko'tirib olgan yelkanni mo'rsidan tushirib, tomga yo'lab qo'ydi. Bolamo qo'lidagi sandiq bilan boshqa narsalarni mashinaning yeniga qo'ydi. Mashinaning uzunligi kapining uzunligi bilan o'xshash degilak edi. Buvay bu kapini palma darxining shoxlari va yo'pirmoqlari bilan yasab olgan edi. Ichida bir karvat, bir ustal, bir o'rindiq bor edi. Pagah tarafda cholmalar bilan yasab olgan o'choqqa o'xshab ketirgan bir narsami turardi. To'ttimi palma yo'pirmoqlarini bir-biriga chetib, chingdab qurashtirib chiqqan tomlar edi. Bir temida Aysoning muqaddas yuragi bilan Kubri Bo'y Maryamning rangdor rasmi esig'liq turardi. Bular uning xotinining narsalari edi. Burun bu tamda yana uning xotinining rasmimi bo'ladigan. Keyin buvay u rasmni har ko'rganda ko'ngli yerim bo'lavergachga elevatgan edi. Hozir u rasmning ustiga buvayning pokiz ko'ngliga yepig'liq. Uyning bir bo'lingida turdi. Yeydigan nemingiz bor? Bir qozon dumlangan seriq guruch bilan beliq bor. Sana azroq usib beraymi? Yo'q, tomoqimni uyga berib yeyman. O'choqqa o't qalab, isitib beraymi? Ay, bo'ldi. O'tni o'zim qalayman. So'g'uq beti yevasammi bo'laverdi. Kichik to'ringizni ishiltib tursam bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Amaliyotda buvayning to'ri yo'q edi. Bolami buvayning qachonlarda to'ri setib olganligini bilmaydi. Ammo ikkisi har kuni shunday gaplarni qilishib, ko'ngillarni xush qilib yurishadi. Buvay Abaya degan bir qozon dumlangan seriq ko'rishning eshimi, beliqmi yo'q gap edi. Bola buni bilib turardi. 85 degan-ku xosiyatliksan. Agar men 85-kuni cho'ng beliqdan birini tutib oldigan bo'lsam, beliqning eg'irligi ishchi qornini ilib etgandimi, ming qadoqdan eshib ketadi. Hey, o'g'lim, sen shundoq beliqni ko'rsang, xushal bo'lamsan. Men to'rni ilib sardin beliqi tutqili ketdim. Siz ishingizning oldida optopsinib o'ltirib turing. Ma'qulmi? Ma'qul. Menda tunugun chiqqan bir parcha gazet bor. Gazetdagi kaltak to'p musobaqasining xabarini o'qib o'ltirman. Bola uning menda tunugungi gazet bor degan gapiningmi rost yolg'onligini bilinmay turib kelyotdi. Lekin buvay karvatining ostidan bir parcha gazetni tortib chiqdi. Bu gazetni Peruku menga mehmonxonada bergan. Men sardin beliqidan bir nachin tutib kelaman. Tutib kelganimni sizlikisi bilan birga muziltib qo'yib, atdiganda bo'lishimiz. Men qaytib kelganda menga kaltak top musobaqasi to'g'riliq so'zlab bersiz.
Yanki komandası herkes utturup koymaydı. Lekin men Indiyalar komandası utib olamdikin deb ansirayman. Hey pistek, Yanki komandasıga ishongan. Ulug' cho'lpon Di Maggioni ko'proq o'yla, ha? Detroit yo'lboshlaridala emas, Indiyalar komandasidanmi qo'rqaman. O'zingni tutib ol. Bo'lmasa sen Cincinnati'ning qizil komandasi bilan, ha? Chicago'ning qisqa oq paypoqliqlar komandasidanmi qo'rqib ketgudaksan? Gazetni to'liq o'qib chiqing ha. Men qaytib kelganda so'zlab bersiz. Hey, bolam, to'xtag'in, ha? Seningcha oxirgi 2 raqami 85 kelgan lotereya setib olsak qandoq bo'la? 85 kun bo'ladi. Shuni deyman-ku. Shundoq qilsaqmi bo'ladi? Ammo siz yaratgan rekord bo'yicha oxiri 87 lik lotereyada setib olsam qandoq? Bundaq ish endi ikkinchi yuz bermaydi. Oxiri 85 lik lotereya biletidan setib ol. Shundig'ini topolasan bu. Zakaz qildirsam bo'ladi. Birisi $2,5 ekan. U pulni kimdan ep tursak bo'la? Pulning qaraydi chog'liq. Kimdali bo'lsa qarz ola olayman. Men mo birsidan qarz ola olishim mumkin. Ammo mening qarzga pul so'ramay turganim yaxshiroqmikin? Ha deganda qarz so'rab, oxirgi borganda divoni bo'lib ketmay yana. O'zingizga so'g'uq tekkizolmang buva. Hozirning 9-oy ishganligini unutib qolmangchi-mu? Hech qisi yo'q. Cho'ng biliqlar keladigan chaq degina. 5-oyda kimli bo'lsa cho'ng biliqlarni tuta oladi. Men Sardin biliqidan hozirla tutib kelaman. Yondin bayanda Farruh Rahmat. Kichik bola Mannurin rolida Nigora Yaqub. Beliqchi buvoy rolida Irfon Abbas. Ovoz tahriri va muzika kirishtiruvchi Mavlon Ahmadjon. Bu asar Kalina madaniyat tarqitish cheklik shirkatida ovozga ilinib, Belik kichik programmasida tarqitildi. Ruxsatsiz ko'chirib tarqitishga bo'lmaydi. Emgakimizga hurmat qiling.